Assalomu alaykum. Hurmatli guruhimiz, kanalimiz a'zolari. Kecha kungi 5-yanvar kuni anor haqida olingan videodan keyin bir ikkita savollar paydo bo'ldi. Shu savollarga javob berib o'tamiz. Ana shunday savollardan bittasi bu anorlarni tagiga ijtimoiy tarmoqlarda tuz solib juda yuqori hosil olishayotganligi haqida aytishyapti. Shu haqida nima deysiz degan savol tushdi. Ya'ni anorga osh tuzi qanday ta'sir ko'rsatadi? Oddiy o'zimiz iste'mol qilayotgan ovqatlarimizga qo'shayotgan osh tuzini anorga ta'siri qanday? Bu haqida nima deyishimiz mumkin? Diqqat bilan quloq solib tursangiz, qisqa va lo'nda aytib beraman. Anorni tagi mana bunday shox-shabbalar, go'nglar, mana bunday go'nglar bilan to'yintirilgan bo'lishi juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bular haqida yana alohida video qilamiz, chunki ana shu anorni tagida go'ngni chirindilarda ko'p bo'lishi anorni kuzda pishganda yorilib ketishini oldini oladi. Bu haqida yuqorida videolar ham qilganmiz. Lekin bugun buni tagiga osh tuzi solsa nima bo'ladi degan savol. Anorni tagiga osh tuzi solish umuman mumkin emas. Osh tuzini anorni tagiga solish bu osh tuzini yaqin istiqbolda 1-2 yilda yaxshi hosil olishga yordam beradi, lekin keyinchalik esa uzoq istiqbolda esa 3-4 yildan keyin esa tuproqni buzadi, ildizlarni kuydiradi, o'simlikni immunitetini pasaytirib yuboradi, hosildorlikni pasaytirib yuboradi va alal oqibat quritib qo'yadi. Endi bir guruh mutaxassislar aytishdiki, anorni tagiga osh tuzi solinganda tuproq tarkibida ya'ni elektrolitlar, elektr tokini o'tkazuvchi elektrolitlar soni ko'payib ketish hisobiga anorda portlash effekti kuzatiladi va hosil juda zo'r bo'ladi deyildi. Bu asli shunday ko'ringanday bo'ladi. Misol uchun spirtli mahsulotni ichgan odam shuni ichgandan keyin o'zini juda yaxshi his qiladi boshida, keyin esa uni kayfi ketgandan keyin o'zida juda og'irlik, qiyinchilik his qiladi. Xuddi shunga o'xshagan narsa osh tuzi. Anorga tushdimi? Osh tuzi tushdimi? Bu osh tuzidan ildizlar stressga tushadi. Stressdan chiqib ketish uchun anor bor kuchi bilan, bor vujudi bilan stressdan chiqishga harakat qiladi. O'zini yashab qolishga intiladi, yashash uchun kurashadi. Va buni hisobiga o'simlikda portlash effekti kuzatiladi va hosildorlik zo'r bo'ladi. Barglar yashnaydi, hamma yoq ajoyib ko'ringanday timsollanadi. Lekin birinchi yiliga yaxshi hosil olishi mumkin, ikkinchi, uchinchi yildan boshlab hech kim bu anorga osh tuzini solib yaxshi natija qila olmaydi. Chunki osh tuzi tarkibidagi natriy va xlor ionlari kaliy, kalsiy, fosforni bloklab qo'yadi. Hattoki suvni ham bloklab qo'yadi. Suvni. Anor suv ichaman desa icha olmaydi. Kaliy, kalsiy, magniy, fosforni olaman desa ola olmaydigan holatga olib kelib qo'yadi.